Zo'r mutaxassis, professional va ekspert bo'lishni agar xohlasak, nafaqat masalan sotuvda, balki masalan biznesda va boshqa sohalarga, unda biza bilib olishimiz kerakki, biza odamlar bilan muloqot qilamiz. Muloqot paytida odamlar turlari har xil bo'ladi, ularni o'ylab turishlari, dunyoqarashlari har xil bo'ladi. Nima uchun? Chunki ularda turmush tarzi, hayoti siznikidan farqlanadi. Shu sababdan siz olgan ma'lumotni ular boshqa xil tushungan. Siz olgan ma'lumotni siz boshqa xil tushungan bo'lishingiz mumkin. O'sha uchun biza mana sotuv texnikasini o'rganmasdan oldin bilib olishimiz kerakki, har doim bilim ikki turga bo'linadi. U ma'lumot bo'lishi mumkin yokida bilim bo'lishi mumkin. Ma'lumotni bilimga aylantirish uchun biz tahlil qilishimiz kerak. U ma'lumot to'g'rimi yo noto'g'rimi? Aytaylik, mana bu kiygan sviterim, masalan, jempercham oq rang desam, bu noto'g'ri ma'lumot bo'ladi. Tushunyapsiz? Agar siz o'sha noto'g'ri ma'lumotni to'g'ri deb biladigan bo'lsangiz agar, sizni dunyoqarashingiz boshqa xil bo'ladi. O'sha sababli birinchi darajada biza bilib olishimiz kerakki, ba'zi odamlar noto'g'ri ma'lumotni to'g'ri deb ishlatgani sababli biza dunyoqarashini sal tushunmay qolishimiz mumkin. O'sha uchun ziddiyatlar kelib chiqishi mumkin. Aytaylik, kimdir oilasi uchun yashash bu zo'r narsa deydi. Boshqa odam aytadiki, oila uchun yashash bu zararli deydi. Qaysi bir to'g'riligini, endi aniqligini endi oxirgi natija ko'rsatadi. O'sha orqali siz aniq ayta olasiz. Bu haqiqat yo nohaqiqat deb. Endi ma'lumot bu noaniq bo'ladi. Noaniq. Bilim bu aniq bo'ladi. Haqiqat. Endi birinchi ma'lumotni oldingiz, tahlil qildingiz, bilimga aylantirdingiz, keyin o'sha bilimni siz endi amalda qo'llaysiz. Hayotda yaxshi natija olish uchun, to'g'rimi? Natija olish uchun. Aytaylik, siz sotuvchi bo'lishni xohladingiz, ma'lumotlarni oldingiz, qaysi to'g'ri ma'lumotni olganingizdan keyin qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'riligini bilmaysiz. Endi sizga aytishdiki, har doim sotuvchi bo'lib ishlamoqchi bo'lsangiz agar, hammaga manfaatli bo'lish kerak. Ham mijozga, ham o'zingizga, ham biznesmenga. Keyin siz sotuvchi bo'layotgan paytingizda hech qanaqa yolg'onlar ishlatmasligingiz kerak deyishdi. Lekin siz orada yolg'onlar gapirganingiz sababli keyinchalik 1 yildan keyinmi, yarim yildan keyinmi yoki 1 oydan keyinmi mijoz qaytib keldi, nimaga menga yolg'on va'dalarni berding deb. O'shanda siz bilib oldingizki, to'g'ri bilimlarni ham ishlatdingiz, lekin orada yolg'on bilimlarni ishlatganingiz uchun, noto'g'ri, noaniq va noto'g'ri bilimlarni ishlatganingiz sababli siz zararga uchradingiz. Bu degani noaniq, bu zararli. Zarar olib keladi. Endi aniq bilim, haqiqat bilim ishlatganingizdan keyin sizga foyda olib keladi. Foyda va haqiqiy natija. O'sha natijadan siz qoniqasiz va rozi bo'lasiz, minnatdor bo'lasiz. O'sha sababli siz aniq bilib olishingiz mumkinki, bu haqiqat deb. Lekin u haqiqat, misolda boshida siz ma'lumotni oldingiz, ichida yolg'onlarni ishlatdingiz, bir muddat siz foyda oldingiz, lekin oxirida siz zarar ko'rgan bo'lsangiz, o'shanda bu ma'lumot siz uchun yuk bo'ladi. Yuk, tushunyapsiz? Shu ma'lumotni yo'qotish uchun yana juda ko'p vaqt kerak bo'ladi yo'qotish uchun. O'sha sababli o'rganmasdan oldin siz bilimni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Sotuv texnika bilimini, sotuv texnika ma'lumotini emas. Amalga ishlatganingizdan keyin aniq natija va foydali bo'ladi. Va o'sha natijasi oxirida shunaqa bo'ladi. Paytida emas, o'sha orada emas, oxirida aniq natijali bo'ladi. Misolda siz Rossiyaga ishga ketdingiz va sizni maqsadingiz 100 million so'm ishlash kerak edi. O'sha orqali o'sha pullarni siz o'zingizning kelajagingiz uchun, baxtingiz uchun sarflamoqchi edingiz. Va tushundingizki, o'sha pulni olganingizdan keyin siz baxtli bo'lasiz. Oilangiz bilan mashina olasiz, uy olasiz, va hokazo. Lekin qaytib kelganingizdan keyin o'sha pullarni ishlagandan keyin siz bildingizki, sog'lig'ingiz yomonlashdi va qanaqadir og'ir kasalga uchradingiz. Shu sababli o'sha ishlagan pulingizni endi sarflashingiz kerak bo'ladi. Siz noto'g'ri bilimlarni
olganingiz uchun, bu degani ma'lumot olgansiz, kimdir sizga aytgan, mana shunday qilsang yaxshi deb, yo qanaqadir televizorda ko'rgansiz, yoki qanaqa ustoz aytgan, yoki kimdir maslahat bergan va hokazo. Siz uni tahlil qilmadingiz va tezda bilim darajasiga chiqardingiz. To'g'ri deb haqiqat dedingiz uni. Haqiqat deganingizdan keyin miyangiz aytdiki, bo'ldi, buni amalga oshiramiz dedi. Amalga oshirganingizdan keyin natija berdi, pul berdi. Qanaqandir vaqtingizni band qildingiz. Uydagilar yaxshi turibdi. Ba'zida pul yuborib turibsiz, voh-ko'zo. Lekin oxirgi natijangiz, maqsadingiz boshqa narsa edi. Sizni oxirgi natijangiz baxt edi, lekin oradagi narsalarga siz qoniqib rozi bo'lib, zo'r bilim deb o'yladingiz. Zo'r bilim. Keyinchalik bilib oldingizki, bu orada to'g'ri bilimlar bor edi, lekin yolg'onlar ko'proq ekan. Bu noaniq, bu noto'g'ri bilim bo'ladi. Tushunyapsiz? Uni orasida masalan 10 ta ma'lumotdan masalan 7 tasi to'g'ri bo'lgani bilan 3 tasi yolg'on bo'lsa, u to'g'ri ma'lumot bo'lmaydi. Uni tahlil qilib 3 tasini yo'qotish kerak bo'ladi. Yoki 7 tasi noto'g'ri ma'lumot bo'lsa, hammasini yo'qotish kerak bo'ladi. To'g'ri ma'lumotlarni ishlatish kerak. Mana yer aylana deyishdimi, yer aylana bo'ldi. 2 + 2 4 deyishdimi, 4 bo'ldi. Masalan siz balkim 4,5 bo'lishi mumkinmi, balki 4,1 bo'lsin deyilmaydi. Tushundingiz? O'sha sababli o'sha ma'lumot noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, yuk bo'ladi. Agar u ma'lumot to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, tahlillar orqali natijada aniq bila olamiz yoki aniq bir ustozlardan nima qilamiz? Bilim olamiz. Ular o'sha yo'ldan o'tgan va taqqoslab bila olamiz. Hammasini taqqoslaymiz. Mana bu olim bilan boshqa olimni, bu olim bilan boshqa olimni hammasini taqqoslab ko'rib, keyinchalik qanaqadir bir xulosaga kela olamiz. Lekin mana shuni amalga qilish oldin birinchi tahlil qilish kerak bo'ladi. Tahlil qilmasdan oldin siz agar yo'q, men tezda harakat qilaman desangiz, xato qilish ehtimoli juda ham baland bo'ladi. O'shani oldini olish uchun biz harakat qilishimiz kerakki, bilim olishga. O'sha uchun olim har doim birinchi darajada turadi. Nima uchun? Chunki u har doim o'zini ustida ishlaydi, tahlil qiladi, keyin amalga oshiradi. Endi agar siz ma'lumotni oldingiz, keyinchalik bilimga aylantirdingiz, bo'ldi, zo'r, haqiqatni bilib oldingiz, endi u haqiqat amalga oshirilmasa, uni hech qanaqa foydasi ham bo'lmaydi. Misolda sizga kimdir aytdiki, bo'ldi, agar sen zo'r sotuvchi bo'lishni xohlasang yoki zo'r tadbirkor bo'lishni xohlasang, birinchi darajada ma'lumotlarni olgin. O'sha ma'lumotlarni to'g'ri bilimga aylantirish uchun qanaqandir ko'nikma, hunarlaring va bilimlaring bo'lishi kerak. O'shani o'rgan va to'g'ri bilimlarni o'rganib olganingdan keyin endi amalga oshirsang bo'ladi degandan keyin bo'ldi, buni to'g'ri deb bildingiz. Keyin siz shuni qilayotgan paytda amalini qilmayotgan bo'lsangiz, unda bu bilim befoyda bo'lib qoladi. Sizga natija olib kelmaydi. O'sha sababli siz buni natijasi bo'lmagan sababli u oddiy ma'lumot bo'lib qoladi. Yana orqa joyga keladi. Oddiy ma'lumot bo'ldi. Chunki siz aniq bilmaysiz. Bu amalga oshirganingizdan keyin aniq bila olasiz. Bilimmi yoki yo'qmi? Chunki uni oldi ichida balki to'g'ri va noto'g'ri narsalar bo'lishi mumkin. Yoki uni to'g'ri tahlil qilmagan bo'lsangiz. To'g'ri tahlil qilish kerak. Amalda qo'llaganingizdan keyin orada qanaqandir noto'g'ri narsalar chiqib qolishi mumkin va uni chiqarib tashlashingiz kerak bo'ladi. Amalga aylantirsak, bu odob bo'ladi. Odob. Mana islom odobi bor. Odob degani ma'lumotlarni oldingiz, uni bilimga aylantirdingiz, haqiqat. Keyinchalik uni amalga oshirgandan keyin bu qanaqandir harakatlarni bilim orqali olib keladi. Buni islomda biz odob deymiz. Xo'p, ustozlarimiz odob deyshadi. Xo'p, endi bu odob shakllanishi uchun biz to'g'ri bilimlarni olishimiz kerak. Islomda haqiqiy to'g'ri bilimlarni olish uchun yo'riqnomalar bor, Qur'on va Sunna. Boshqa joydan ma'lumot, boshqa ustozlardan yo boshqa g'ayri dinlar yoki g'ayri mafkuralar yo g'ayri tushunchalardan oladigan bo'lsangiz agar, unda siz o'zingiz tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Bitta ustozni ikkinchisi bilan taqqoslash kerak bo'ladi, ikkinchisini uchinchisi bilan. Shu orqali siz o'zingizga odob shakllantira olasiz va bu odob siz uchun manfaatli bo'lishi kerak. Aynan manfaat. Bu odob manfaat keltiradi, nafaqat bu dunyoda va oxiratda ham. Farqi shundaki,
Xudoga ishonadiganlar, ishonmaydiganlar eng katta farqlardan biri bu abadiy hayotga ishonish, abadiy bundan keyin yana abadiy hayot borligini. Endi siz abadiy hayotga ishonmaydigan bo'lsangiz, balki qanaqadir Xudoga ishonadigan bo'lsangiz, misolda qanaqadir kitoblar bo'ladi, ularning kitoblari bo'ladi, bu hokazo, ular qanchalik manfaatli. Balkim qanaqadir mafkuralar kitoblari, g'ayridinlar, boshqasi kim bo'lishidan qat'iy nazar sizni aytaylik qanaqadir zulmliklarga o'rgatadigan bo'lsa, unda siz xulosa qila olasiz. O'sha zulmlikni o'zimga ishlatganimda qanchalik bo'ladi? Yoki kimdir sizni kelajakda o'sha zulmingizni o'zingizga ishlatgandan keyin siz aytishingiz mumkinki, yo'q, bu manfaatli emas edi, bu natija yaxshi ko'rsatmayapti, o'sha uchun u ma'lumot bo'lib qoladi. Bu noaniq va noto'g'ri bilim bo'lib qoladi. Tushundingizmi? O'sha uchun biz agar kuchli mutaxassis bo'lishni xohlasak, agar birinchi darajada bilim olmasdan oldin buni yaxshilab o'rganib chiqishimiz sifatli bo'ldi. Agar kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozing. Biza albatta mukammal bilamiz demaymiz. Bizning xatolarimiz ham bor. Biz o'rganamiz. Agar siz zo'r bilimlar sizda bo'ladigan bo'lsa, bo'lishing, biz juda ham xursand bo'lamiz va o'rganamiz. Rahmat, sog' salomat bo'ling.